Hamma yaxshi narsa bolajonlar uchun. Bu shiorni chindan ham hayotga tatbiq etmoqchi bo'lsak, kelajak avlodga eng yaxshi narsalarni ilmog'imiz lozim. Bolalarimizning kelajakda salohiyatli inson bo'lishlari faqat va faqat bizga bog'liqdir. Navro'z radio kanali orqali yakshanba kuni soat 8:00 da efirga uzatilayotgan Bolalar dunyosi eshittirishining iymon uchquni deb nomlanmish sahifasi bu borada bolajonlarimizga katta yordam beradi. Bolalar tilida so'zlab berilajak hikoyalar, kelajak avlodning bilishi lozim bo'lgan qoidalar nafaqat kichkintoylarimizga, balki katta yoshlilar uchun ham yetarli saboq bo'ladi degan umiddamiz. Iymon uchquni dasturi yakshanba kuni soat 8:00 da. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bolalar dunyosining iymon uchquni deb nomlanmish sahifasi yana efirda. Har bir odam o'zi yaxshi ko'rgan narsasini yaxshi ko'rgan odamiga ham ilinishi kerak. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun ham sahifamiz orqali yaxshi ko'rgan narsalarimizni sizga taqdim etamiz. Akalarimiz nimani yaxshi ko'rishar ekan deb hayron bo'layotgandirsiz. Bo'lmasa eshiting, nimalarni yaxshi ko'rishimizni. Bizning eng yaxshi ko'rgan yo'limiz odamlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi islom dinidir. Bu din butun dunyo odamlarining baxtli yashashlari uchun xizmat qiladi. Nafaqat bu dunyoda, balki narigi dunyoda ham shu yo'lda yurganlar salomat qolishadi. Jannat bog'chalariga yo'l oladilar. Biz ham Allohning go'zal bog'lariga kirishni xohlaymiz. Sizni yaxshi ko'rganimiz uchun siz bilan birgalikda bo'lmoqni xohlaymiz. Iymon uchquni dasturi orqali aytiladigan barcha so'zlarga quloq soling. Uning to'g'ri so'zlar ekaniga ishoning va kelajakda bu nasihatlarga amal qiling. Shunda siz u biz Alloh yaxshi ko'rgan bandalar qatorida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shafaatlariga loyiq bo'lamiz. Jannat ahliga aylanamiz. Iymoniy darslarimizni va ibratli hikoyalarimizni diqqat bilan tinglang. Ibratli hikoyalar. Endi esa bolajonlar, sizlarga payg'ambarlar tarixidan bir necha voqealarni o'qib beramiz. Yaxshilab tinglang, shoyat bu siz uchun ibrat bo'lsa. Bu hikoyalarni tinglab, o'rtoqlaringizga ham so'zlab bering. Ularni ham shunday buyuk insonlar bo'lib o'sishlari uchun duo qiling. Nuh o'z qavmini da'vat etdi va nasihat qilishga kirishdi. Nuh dedi: "Men sizlar uchun yuborilgan ochiq da'vatchiman. Allohgagina ibodat va taqvo qilib, ungagina itoat etinglar. Alloh sizlarning gunohlaringizni kechiradi va sizlarni belgilangan muddatga kechiktiradi. Agar bilsangizlar, Allohning ajali kelgan vaqtida aslo ortga surilmas. Alloh ularga g'azab qilgan, yomg'irni to'xtatgan, natijada hosil va nasllari ozayib ketgan edi. Shuning uchun ham Nuh: ey xalqim, agar Allohga iymon keltirsangiz, u sizdan rozi bo'ladi va boshingizdagi azob ketadi. U sizlarga yomg'irlarni yog'diradi, rizq va naslingizda baraka beradi" dedi. Nuh xalqini Alloh yo'liga da'vat etdi va dediki: "Sizlar Allohni taniysizlarmi? Atrofingizdagi Allohning mo'jizalarini ko'rmaysizlarmi? Yer va osmonga boqmaysizlarmi? Osmonlarni kim yaratdi? Osmonlarga oyni nur, quyoshni chiroq qilib kim joylashtirdi? Sizlarni kim yaratdi? Sizlarga yerni to'shab qo'ygan zot kim?" Nuh shunchalar da'vat qilsa-da, xalqqa tushunmadi va iymon keltirmadi. Balki Nuh da'vat etsa, uning so'zlarini eshitmaslik uchun quloqlariga barmoqlarini tiqib olar edilar. Eshitmagan odam qanday tushunishi mumkin? Eshitishni xohlamagan odam qanday eshitishi mumkin? Nuh uzoq zamonlar xalqini Alloh yo'liga da'vat etdi. Nuh xalqini 950 yil da'vat qildi, lekin xalq iymon keltirmadi. Xalq butlarga ibodat qilishdan voz kechib, Allohning yo'liga qaytmadi. Nuh qachongacha kutish kerak? Nuh qachongacha yerdagi fasodni va butlarga ibodat qilinishini ko'rish kerak? U qachongacha odamlarning Allohning rizqini yeb, boshqalarga ibodat qilishini ko'rishlari kerak? Nega Nuh g'azab qilmasin? Axir u misli ko'rilmagan darajada sabr qildi-ku. 950 yil. Allohu akbar. Alloh taolo Nuhga vahiy qilib,
shu kunga qadar iymon keltirgan kimsalardan boshqa hech kim xalqining ichidan iymon keltirmas edi. Nuh da'vat etar ekan, xalqi: "Hoy Nuh, biz bilan ko'p bahs qilding. Agar rost gapirayotgan bo'lsang, va'da qilayotgan narsalaringni keltir" dedi. Nuh g'azablandi va ulardan noumid bo'lib, "Allohim, yer yuzida bironta kofirni qo'yma" dedi. Alloh Nuhning duosini ijobat qildi va uning xalqini suvga g'arq qilishni xohladi. Alloh bu bilan Nuh va mu'minlarni qutqarib qolishni xohlagan edi. Shuning uchun ham Alloh Nuhga ulkan kema yasashni amr qildi. Nuh ulkan kema yasay boshladi. Nuhni ko'rgan xalqi yana tinch turmadilar, balki Nuhni masxara qila boshladilar. "Bu nimasi Nuh? Qachondan buyon duradgor bo'lib qolding? Biz senga u pastkashlar bilan birga o'tirma degan edik. Sen quloq solmay duradgor va temirchilar bilan birga o'tirding va duradgor bo'lib qolding. Hoy Nuh, sening ishing ajoyib-ku. Bu kema qayerda yuradi? U qumlarda yuradimi yoki tog'larga chiqadimi? Dengiz juda ham uzoqda bo'lsa, yoki uni jinlar ko'taradimi yoki ho'kizlar tortadimi?" Nuh bu so'zlarni eshitar va sabr qilar edi. Axir u bundan og'ir narsalarga sabr qilmadimi? Lekin Nuh ba'zida "Bizning ustimizdan kulsangiz, biz ham ustingizdan sizlar kabi kulamiz" der edi. Allohning va'dasi keldi. Alloh saqlasin. Osmon yomg'ir qo'yaverdi. Go'yo osmon suvni tuta olmaydigan elak kabi bo'lib qoldi. Suv yerlardan ham otilib chiqdi va odamlarni har tomondan o'rab oldi. Alloh taolo Nuhga: "Xalqing va oilang ichidan senga iymon keltirgan kimsalarni o'zing bilan birga ol" deb vahiy qildi. Alloh taolo Nuhga har bir hayvon va parrandadan bir juft erkak va urg'ochi olishni amr etdi. Chunki to'fon hammaga barobar edi. Unda na inson va na hayvon qutula olar edi. Nuh Allohning amriga itoat etdi va kemaga xalqi ichidan iymon keltirgan odamlar mindilar. Uning kemasiga har bir hayvon va parrandadan bir jufti chiqarildi. Tog'dek ko'ringan kema to'lqinlarni yorib suza boshladi. Kofirlar Allohning azobidan qutulamiz deb baland yerlarga, tog'larning cho'qqilariga chiqib oldilar. Lekin bu azobdan Allohgina qutqazishi mumkin edi. Nuhning kofirlar bilan birga bo'lgan o'g'li ham bor edi. Nuh o'g'lini to'fon ichida ko'rib: "O'g'lim, biz bilan birga kemaga mingin, kofirlar bilan birga bo'lma" dedi. O'g'li: "Tog'ning cho'qqisiga chiqib olaman va u meni suvda g'arq bo'lishdan saqlaydi" dedi. Nuh: "Bugun Allohning amridan Alloh rahim qilganlargina qutula oladilar" dedi. U ikkisining o'rtasini to'lqinlar to'sdi va o'g'il g'arq bo'ldi. Nuh o'g'li uchun qattiq qayg'urdi. Nega qayg'urmasin? Axir u o'g'li edi-ku. Nuh o'g'lining qiyomat kuni jahannamdan qutulishini xohlar edi. Zero u kecha to'fondan qutula olmadi-ku. Jahannam to'fondan yomondir. Oxirat azobi qattiqdir. Axir Alloh Nuhning oilasini qutqarishni va'da qilmadimi? Ha, Allohning va'dasi haqdir. Nuh o'g'li uchun Allohning huzurida shafoat so'ramoqchi bo'ldi. Nuh Robbisiga nido qilib: "O'g'lim mening ahlim, oilamdan, sening va'dang haqdir va sen eng adolatli hukm qiluvchisan" dedi. Lekin Alloh nasablarga emas, amallarga qaraydi. Alloh mushriklar uchun qilingan shafoatni qabul qilmaydi. Mushrik garchi o'g'il bo'lsa-da, payg'ambarning ahlidan bo'la olmas. Alloh taolo Nuhni bunga ogohlantirib dedi: "Ey Nuh, u sening ahlingdan emas. Albatta uning qilgan amali kufr qo'lini tutgani yomon amaldir. Bas o'zing bilmagan narsa haqida aslo mendan so'rama. Men senga johil, nodonlardan bo'lmaslikni buyuraman." Nuh ogohlandi va Allohga tavba qilib dedi: "Robbim, men sendan bilmagan narsamni so'rashdan panoh so'rayman. Agar meni kechirmasang va rahim qilmasang, men ziyonkorlardan bo'laman." Alloh xohlagan narsa bo'lib, kofirlar g'arq bo'lganlaridan so'ng yomg'ir to'xtadi. Suvlar yer ostiga ketdi. Kema Judi tog'i uzra to'xtadi va zolim qavmga halokat bo'lgay deyildi. Va ey Nuh, tinchlik bilan kemadan yerga tushgin deyildi. Nuh va kemaga u bilan mingan mahluqlar quruqlikda xotirjam yura boshladilar. Nuh xalqining ichidagi kofirlar o'ldi. Ularning ortidan hech kim yig'lamadi. Alloh Nuhning zurriyotiga baraka berdi va ular yer yuziga yoyildilar. Ularning ichida
turli xalqlar, payg'ambarlar va podshohlar bor edi. Barcha olamlar ichida Nuhga salomlar bo'lsin. Barcha olamlar ichida Nuhga salomlar bo'lsin. 10-dars. Islom qanday din? Allohning nazdida haqiqiy din islomdir. Bu so'zni kim aytgan bilasizlarmi? Buni Qur'onda Alloh aytgan. Shundan bilamizki, islom bu dunyodagi eng to'g'ri dindir. Alloh dunyodagi hamma odamlarni islomga kirishga va uni o'rganishga buyurgan. Islomga kirish uchun nima qilish kerak? Islomga kirish uchun eng avval Alloh va Rasulullohga iymon keltirish lozim. Iymon keltirganda chin dildan la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh deb aytiladi. Buning ma'nosi shuki, Allohdan boshqa xudo yo'q, Muhammad uning elchisidir degani bo'ladi. Islom diniga kirgan odamni musulmon deyiladi. Islomni bizga Allohdan Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelganlar. Avvaldagi payg'ambarlarga yuborilgan din ham islom bo'lgan. Ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan paytlarida islom odamlarning esidan chiqib ketgan edi. Ko'pchilik kishilar tosh va yog'ochdan yasalgan butlarga ibodat qilishar edi. Shundan keyin Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali bu dunyoga yangidan islom dinini yubordi. Islomning qoidalarini Qur'onda tushuntirib berdi. Ba'zi qoidalarni esa payg'ambarimiz o'zlarining hadislarida aytib berdilar. Hadislarni ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblariga Allohning o'zi solib qo'ygan. Payg'ambarimiz o'zlari arab millatidan bo'lganlar. Biroq islom faqat arablar uchun kelgan emas. Islomga kirgan odam qaysi xalqdan bo'lsa ham musulmon bo'laveradi. O'zbeklar ham, qozoqlar ham, qirg'iz va tojiklar ham, o'rislar ham islomga kirsalar bir xilda musulmon bo'ladilar. Alloh mu'minlar bir-birlari bilan aka-ukadirlar degan. Musulmonlar qaysi tilda gaplashsalar ham bir-birlari bilan birodar bo'ladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hammangiz odam zurriyotidansiz, odam esa tuproqdan yaratilgan deganlar. Shuning uchun islomga kirgan odamlar o'zlarini bir-birlaridan ustun qo'ymaydilar. Ular doimo inoq va do'st bo'lib hayot kechiradilar. Islomda yaxshi ishlar qilishni savob, yomon ishlar qilishni gunoh deyiladi. Savob ish qilgan odamni Alloh yaxshi ko'radi. Unga katta-katta mukofotlar beradi. Gunoh qilgan odamni Alloh yomon ko'radi va agar tavba qilmasa, uni azoblaydi. Alloh va payg'ambarimiz qilmanglar degan ishlar harom ishlardir. Odam o'ldirish, o'g'irlik qilish, qimor o'ynash, uyat ish qilish, aroq ichish, janjallashish, urushish, bir-birini xafa qilish harom. Cho'chqa, it, eshak kabi hayvonlarning go'shtini yeyish ham haromdir. Harom ishlarni qilish gunoh. Islom o'zi aslida bo'ysunish degan ma'noni bildiradi. Islomga kirgan odam Allohga va uning payg'ambariga so'zsiz bo'ysunadi. Islom 5 ta narsa ustiga qurilgan: iymon keltirish, namoz o'qish, roza tutish, zakot berish, haj qilish. Bularni farz deyiladi. Farz deb Alloh buyurgan ishlarga aytiladi. Farzlarni bajarib yurgan kishilar Allohdan savob, mukofot oladilar. Bajarmaganlar gunohkor bo'ladilar. 10-qoida: Islom eng to'g'ri dindir. Islom Allohga ibodat qilishga, ota-onani roziligini olishga, kattalarni hurmat qilishga, kichiklarga mehribon bo'lishga buyuradi. Musulmonlar bir-birlari bilan aka-uka va inoq bo'lib yashaydilar. Endi bolajonlar, sizlarga savollar beramiz. Birinchi savol: Islom nima degani? U qanday din? Ikkinchi savol: farz, savob, gunoh, harom nima degani? Bularga misollar keltiring.
Ibratli hikoyalar. Bugundan boshlab Nuhdan keyingi davr haqida hikoya qilamiz. Hikoyamizning nomi Bo'ron deb nomlanadi. Oradan ko'p yillar o'tdi. Nuh alayhissalomning avlodi yerning turli burchaklariga sochilib ketdilar. Ana shunday qavmlardan biri Od qavmi edi. Metindek baquvvat bu odamlar hech kimdan qo'rqmas va sira mag'lub bo'lmas edilar. Aksincha boshqalar doim ulardan qo'rqib, xavfsirab yurardi. Alloh taolo Od qavmini hamma narsada to'kis qilgandi. Ularning qo'y-qo'zilari, tuya otlari chor atrofdagi vodiylarni tutib ketgandi. Od qavmi serfarzand edi, ularning uyi doim to'lib turardi. Od qavmining chorvasi dashtga yoyilgan vaqtda juda go'zal manzara hosil bo'lardi. Ertalab ko'chalarni to'ldirib bolalari o'ynayotganini ko'rsangiz havasingiz kelardi. Od qavmi joylashgan yer, bog'-rog'lar, buloqlar serob bo'lgan xush manzara bir joy edi. Lekin Od qavmi Allohning ushbu ne'matlariga shukr etmadilar. Otalari hikoya qilib bergan, o'zlari ham yerda asoratlarini ko'rgan Nuh to'fonini unutib qo'ydilar. Ular Nuh to'fonining nima sababdan bo'lganini yoddan chiqarib, yana xuddi avvalgilari kabi sanamlarga sig'inishga o'tdilar. Odamlar o'z qo'llari bilan toshlarni yo'nib, sanam yasab olardilar-da, so'ng ularga sajda qilishga tushardilar. Mana shu tosh haykallardan hojatlarini so'rardilar, ularga atab qurbonliklar qilishardi. Hatto bu ishlari bilan o'zlarini xursand qilishar, bu ishlarini ma'qullashar, ularga bu ishlar to'g'ri ko'rinardi. Aqllari bunday bema'ni xurofotlarni inkor etmasdi. Ha, ular dunyo ishlarida aqlli bo'lsalarda, oxiratga tegishli narsalarda mutlaqo nodon, johil kimsalar edi. Od qavmining kuch-qudrati o'zlariga ham, o'zgalarga ham balo bo'ldi. Chunki ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmas edilar. Qani aytingchi, zulm va zo'ravonlikdan bunday kimsalarni nima ushlab turadi? Ular hisob-kitob kunidan, oxirat azobidan qo'rqmasdilar. Hech kimni o'zlaridan yuqori ko'rishmasdi. Mana shu qavmni boshqalarga zulm qilishdan nima ham qaytarib turardi? Bu yerda o'rmon qonuni hukm surardi. Kattalar kichiklarni ezar, zaiflar kuchlilarga yem bo'lar edi. Agar ular darg'azab bo'lsalar, misli quturgan fildek uchragan jonzotni jonsiz qirardilar. O'zaro urushib ekin-tikinga, naslga qirg'in keltirishardi. Qadamlari yetgan joyda hur ozod kishilarni xorlar edilar. Zaiflar ulardan qo'rqib qochib yurardi. Bu Allohdan qo'rqmagan va oxirat kuniga ishonmaydigan har bir kimsaning odatidir. Od qavmining butun ishi yeb-ichish va o'yin-kulgu bo'lib qoldi. Ular kim o'zlariga baland-baland qasrlar, hashamatli saroylar qurishardi. Bor budlari suv, loy va toshga sarflanardi. Biron tepalik yoki bo'sh joyni ko'rib qoldi degunlaricha uy qurishga tushishardi. Ular xuddi hech qachon o'lmaydigandek, shu koshonalarda mangu qoladigan kishilardek tirishib qurardilar. Kambag'al bechoralar parchanonga, bir kiyimlik bo'zga zor bo'lib turgan vaqtda boy badavlatlari mutlaqo zaruratsiz saroylar tiklardi. Miskinlar turishga uy topa olmay boshpanasiz qolishar, puldorlar qurib tashlagan uylar, saroylar bo'm-bo'sh yotardi. Ularni qasr-u saroylarini bir ko'rgan kishi bu qavmning oxirat kuniga iymon keltirmaganini darhol bilib olar edi. Alloh taolo Od qavmiga Hud alayhissalomni elchi qilib yubordi. Zotan Alloh bandalarining kufriga aslo rozi bo'lmas. U zot yer yuzida fasod yoyilishini istamaydi. Od qavmi butun aql va idrokini faqat yeb-ichish, o'yin-kulgu va uylar qurishga sarflar edi. Aqllarini diniy ishlarda mutlaqo ishlatmaganliklari bois bu aqllari buzilgandi. Tosh sanamlarga sig'inish ular uchun aqlga to'g'ri keladigan narsa bo'lib qoldi. Dunyoviy ishlarda pishiq-puxta, ammo diniy masalalarda g'irt nodon bu qavmga Alloh taolo haq da'vatchilari, payg'ambarlarni yubordi. Payg'ambar mana shu odamlarning o'zidan tanlab olindi. Hud alayhissalom Od qavmidagi obro'li xonadonda tug'ilib o'sgandi. Alloh taolo uni qavmiga elchi qilib yubordi. Hud alayhissalom dedilar:
ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz, sizlar uchun undan o'zga biron iloh yo'qdir. Ey qavmim, sizlar nega endi sizlarni yaratgan zotga ibodat qilmasdan toshlarga ibodat qilmoqdasiz? Ey insonlar, kecha qo'llaringiz bilan yongan toshlarga nega bugun sajdalar qilasiz? Axir sizlarni Alloh yaratdi, sizlarga rizq berdi, mol-hollaringizga, zurriyotingizga hamda ekin-tikiningizga barokatlar yog'dirdi. Nuh qavmidan so'ng sizlarni o'rinbosar qilib keltirdi. Jismlaringizga ziyoda quvvatlar ado etdi. Allohning bu ne'matlari uchun faqat ungagina ibodat qilmoqingiz lozim. Hatto itlaringiz ham tashlagan suyaklaringizni yeb, uyingiz atrofidan uzoqlashmaydi-ku. Egasiga sodiq qolib, doim uning ortidan soyadek ergashadi. Umringizda itning o'z egasini tashlab begonaning oyoqlariga suykalganini ko'rganmisiz? Biron bir hayvonning toshga sig'inganini yoki but sanamlarga sajda qilganini bilasizlarmi? Nahot inson hayvonchalik ham bo'lmasa, nahot u hayvondan ham xor tursa? Lekin Ot qavmi hanuz yeb ichish va o'yin kulgu bilan mashg'ul edi. Faqat dunyo lazzatlarini o'ylaydigan bu qavm Hud alayhissalom so'zlarini eshitib siqilib ketdi. Qalblari torayib qolgan kimsalar bir-birlariga dedilar: "Hud o'zi nimalar deyapti? Niyati nima ekan? Biz uning so'zlarini tushunmadik. U bir nodon yoki majnun odamda." Boshqa safar esa Hud alayhissalom da'vatlarini eshitgan qavm oqsoqollari Alloh elchisiga shunday javob berdilar: "Biz sening nodon ekaningni ko'rib turibmiz va albatta biz seni yolg'onchilardan deb gumon qilmoqdamiz." U aytdi: "Ey qavmim, men nodon emasman, balki men barcha olamlar Parvardigori tarafidan yuborilgan payg'ambarman. Men sizlarga Parvardigorimning vazifalarini, buyurganlarini yetkazurman va men sizlar uchun ishonchli nasihat qilguvchiman." Birinchi dars. Alloh musulmonlarning do'sti. Alloh bu dunyoni yaxshi odamlar uchun yaratgan. Odamlarni esa Allohga ibodat qilib, yaxshi ishlarni bajarishlari uchun paydo qilgan. Alloh taolo aytadi: "Men jin va insonlarni faqat menga ibodat qilishlari uchun yaratdim." Yaxshi odamlar bu dunyoda Allohga iymon keltirib musulmon bo'ladilar, ilm oladilar, namoz va Qur'on o'qiydilar, mehnat qiladilar, hammaga yaxshilik qilib yuradilar. Ana shunda yer yuzi obod bo'ladi, shahar va qishloqlar gullab yashnaydi. Shuning uchun Alloh musulmonlarni yaxshi ko'radi. Alloh musulmonlarning do'stidir. U musulmonlarga doimo yaxshilik qiladi. Duo qilsalar duolarini qabul qiladi, yordam so'rasalar yordam beradi. Bizni zolimlardan qutqar deb harakat qilsalar qutqaradi. Kasal bo'lib qolib shifo so'rasalar shifo yuboradi. Vafot etsalar jannatga olib kiradi. Musulmonlar qiyin ahvolga tushib qolsalar sabr qiladilar. Allohdan yaxshi kunlarni so'rab mehnat qiladilar. Ular bu qiyinchiliklarga Alloh uchun sabr qilamiz, yaxshi kunlar kelishi uchun Alloh aytganidek harakat qilamiz deydilar. Shunda Alloh ularga savob yozib qo'yadi va yaxshi kunlarni beradi. Agar musulmonlar yaxshilikka yetishsalar, Allohga shukr qiladilar. Bu yaxshiliklarni bizga Alloh berdi deydilar. Uni eshitib, Alloh ularga yana savob yozdirib qo'yadi. Qarang, musulmon bo'lish qanday yaxshi-ya? Kofirlarga esa bunaqa yaxshiliklar yo'q. Chunki ular Allohga iymon keltirmaydilar. Alloh ham ularga savob yozmaydi. Alloh kofirlarga yaxshi narsalarni bersa, ular buni o'zimiz topdik, biz zo'rimizda deb o'zlarini maqtaydilar. Allohni eslamaydilar. Biron baloga uchrab qolsalar, o'zlarining yomonliklaridan emas, birovlardan ko'radilar. Alloh bu dunyoda o'zining do'stlari, ya'ni musulmonlarni sinab ko'radi. Ularga ba'zida ofatlar yuboradi. Ba'zida ularning ustlariga o'zining dushmanlari, kofirlarni yuboradi. Mana shularga qarshi kurashinglar, o'zingizni va Allohning dinini himoya qilinglar deb aytadi. U agar Allohga yordam bersangizlar, Alloh ham sizlarga yordam beradi degan. Musulmonlar o'zlarining do'stlari bo'lgan Allohga,
ya'ni uning diniga yordam beradilar. Chunki inson o'zining do'stiga yordam berishi kerak-da, to'g'rimi? Ana shundan keyin Alloh ham musulmonlarga yordam beradi. Ularni dushmanlar ustidan g'olib qilib qo'yadi. Ularga katta-katta savoblar yozadi va oxirida mukofotlar beradi. Alloh o'zining do'stlarini hamma tomonlama kuchli bo'lishlarini xohlaydi. Musulmonlar eng avval iymonda, ilmda va odob va axloqda kuchli bo'lishlari kerak. Keyin boshqa ishlarda ham kuchli bo'lishlari lozim. Shunda ular Allohning diniga yordam bera oladilar. Ana shunda Alloh ham ularga eng birinchi o'rinda yordam beradi. Kuchsiz musulmonlarga esa keyin yordam beradi. 11-qoida. Alloh musulmonlarning do'sti. U kuchli musulmonlarni ko'proq yaxshi ko'radi. Musulmon bolalar hamma tomonlama kuchli bo'lishlari kerak. Ular eng birinchi ilm olishga qattiq kirishadilar. O'qiganlarga amal qiladilar. Endi bolajonlar, sizlarga savollarimizni beramiz. Birinchi savol: Alloh musulmonlarga qanday yaxshiliklar qiladi? Ularni qanday qilib sinaydi? Ikkinchi savol: Alloh nima uchun kuchli musulmonlarni ko'proq yaxshi ko'radi? Ibratli hikoyalar. Hud hikmat bilan da'vat qiladi. Hud alayhissalom o'ta muloyimlik va hikmat bilan qavmdoshlarini da'vat qilishda to'xtamasdan davom etardi. Ey qavmim, men sizlarning o'z birodarlaringiz, kechagi do'stlaringiz Hudman-ku. Nahotki meni tanimayotgan bo'lsangiz, nega mendan cho'chiysizlar? O'zlaringizni olib qochasizlar. Menga sizlarning hech narsangiz kerak emas. Ey qavmim, men sizlardan bu da'vatim uchun ajr mukofot so'ramayman. Mening ajr va mukofotim faqat meni yaratgan zot zimmasidadir. Ey qavmim, Allohga iymon keltirishdan nega buncha qo'rqasizlar? Allohga qasamki, mu'min bo'lishingiz bilan mol-mulkingiz, hech narsangiz kamayib qolmaydi. Aksincha Alloh taolo rizqlaringizni bundan ham ziyoda qiladi. Yanada kuch-quvvatliroq bo'lasizlar. Ey qavmdoshlarim, nega mening payg'ambar qilib yuborilganimdan ajablanmoqdasiz? Axir Alloh sizlarning har biringizga alohida gapirmaydi-ku. U zot barcha qavmga o'z rasullarini yuboradi. Qavmning ichidan tanlab olingan bu payg'ambarlar insonlarni haq yo'lga da'vat etadilar. Alloh taolo meni sizlarga elchi qilib yubordi yoki sizlarni ogohlantirish uchun o'zlaringizdan bo'lgan bir kishiga Parvardigoringiz tomonidan zikr eslatma kelganiga ajablanayapsizmi? Qavmdoshlari Hudning haq so'zlariga nima deb javob berishni bilmasdan lol qoldilar. Nihoyat o'zlaricha bir gap to'qib olishdi. Senga olihalarimiz g'azab qilgan. Shuning uchun ham aqling aynib qolgan, kasallangansan. Sanamlarimiz seni jazolamoqda. Xudo alayhissalom dedi, bu sanamlar birovga zarar ham, foyda ham yetkaza olmaydigan oddiy toshlar-ku. Ular gapirmaydi ham, eshitmaydi ham, ko'rmaydi ham. Bu sanamlar birovga na yaxshilik va na yomonlik qilishga qodir emas. Ular mutlaqo ojizdirlar. Sanamlaringiz menga hech qanday ziyon, zahmat yetkaza olmaydi. Men ularga zarracha ishonmayman ham, ulardan qo'rqmayman ham. Men sizlarning Allohni qo'yib, unga soxta yolg'on xudolarni sherik qilishingizdan bezorman. Ana endi barchangiz bir bo'lib, hech kechiktirmay menga qarshi bilgan hiylangizni qilaveringlar. Men faqat mening ham, sizlarning ham Parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. Barcha narsa uning hukmi ostida turadi. Allohning iznisiz daraxtdan bitta barg ham uzilib tushmaydi. Od qavmining kufroniy qaysarligi. Od qavmi shuncha da'vat va nasihatdan keyin ham o'z kufridan qaytmadi. Hud alayhissalom o'zlari ularning yuraklariga faqat xashlik, siqilish solardi xolos. Ey Hud, sening biron bir dalil isboting bormi o'zi? Biz sening quruq so'zlaringga ishonib shuncha yildan beri sig'inib kelayotgan sanamlarimizni tark etamizmi? Nima? Endi bitta odamning gapiga kirib ota-bobolarimiz ibodat qilib o'tgan olihalarni tashlaylikmi? Aslo bunday qilmasmiz. Ey Hud,
sen bizning olihalarimizga ishonmaysan, ulardan qo'rqmaysan, ha? Biz ham sening ilohingga ishonmaymiz, uning azobidan qo'rqmaymiz. Sen alamli azob haqida juda ko'p gapirar eding. Qani o'sha azobing? Qachon keladi ey Hud? Hud alayhissalom dedi: qiyomat qachon qoyim bo'lish haqidagi bilim yolg'iz Allohning huzuridadir. Men faqat bir ochiq ogohlantirguvchidirman xolos. Od qavmi dedi: biz o'sha azobni juda ham sog'inib ketdik. Uni ko'rishga rosa mushtoqmiz. Hud alayhissalom ularning nodonliklaridan afsuslandi. Nahot Alloh azobidan qo'rqmasalar? Od qavmi har kuni osmonga tikilib yomg'ir yog'ishini kutardi. Lekin ko'kda bir parcha ham bulut ko'rinmas edi. Odamlarga yomg'ir juda zarur bo'lganidan hamma yomg'ir yog'ishini qattiq kutardi. Shunday kunlarning birida Od qavmi o'zlari tomon suzayotgan to'p bulutlarni ko'rib qoldilar. Ular behad quvonganlaridan ana yomg'irli bulut deb qichqirib yuborishdi. Odamlar quvonchdan o'yin tushib, hanuz yomg'ir deya saklashardi. Lekin Hud alayhissalom ko'kda ko'ringan bulut rahmat emas, azob olib kelayotganini angladilar. Haqiqatan ham odamlarga rahmat bo'lib tuyulgan bulut aslida yelkasida alamli azobni ko'tarib kelayotgan qattiq shamol edi. Birdan dovul turdi. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan shiddat bilan bo'ron boshlandi. Bo'ron daraxtlarni yulqib, sug'urib olar, uylarni vayron qilar, chorva, podani bir qilib turli tomonga uchirib yuborardi. Shamol sahro qumlari bilan havoni to'ldirdi. Dunyo qop-qorong'i zulmatga aylandi. Hech kim atrofda nima bo'layotganini ko'ra olmasdi. Odamlar qo'rqib ketganlaridan uylariga berkinib eshiklarni mahkam tambaladilar. Bolalar onalari pinjiga tiqilishdi. Erkaklar devorlarga yopishib oldilar. Chor atrof go'daklar yig'isi, ayollar uvosi bilan to'ldi. Kishilar o'zlaricha duo iltijo qilib madad so'rardi. Bugun Allohning amridan biron saqlaguvchi yo'qdir. Bo'ron 7 kecha 8 kun tinmadi. Butun qavm halok bo'ldi. Odamlar xuddi arralab tashlangan xurmo daraxtlari kabi yotishardi. Atrof juda g'arib ko'rinardi. Odamlarning jasadi ustida o'laksaxo'r qushlar o'tirardi. Harob bo'lgan hashamatli uylar boyo'g'lilar makoniga aylangandi. Hud alayhissalom va unga ergashgan mu'minlar iymonlari bois najot topdilar. O'z kufrlarida qaysarlik bilan qattiq turgan Od qavmidan yer yuzida hech kim qolmadi. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Od qabilasi Parvardigoriga kofir bo'lgan edi. Ogoh bo'lingiz kim? Hudning qavmi Od halokatga uchradi. O'n ikkinchi dars. 2 farishta. Biz yaxshi bilamizki, Alloh farishtalarni nurdan yaratgan. Oldingi darslarimizda buni o'tgandik. Farishtalar, maloikalar erkak ham emaslar, ayol ham emaslar. Ular ovqat yemaydilar, suv ichmaydilar, bola chaqalari ham yo'q. Farishtalar faqat Allohning buyruqlarini bajarishadi. Ular hech qachon gunoh va yomon ish qilishmaydi. Doimo Allohni ulug'lab, maqtab turishadi. Unga ibodatlar qilishadi, yana boshqa har xil vazifalarni ado etishadi. Ularning ba'zilari bizning atrofimizni o'rab, qo'riqlab turishadi. Allohning buyrug'i bilan bizni balolardan, zararlardan saqlab yuradilar. Shaytonlardan himoya qiladilar, qilayotgan ishlarimizni kuzatib boradilar. Ular har kuni osmondan yerga navbat bilan kelib ketishadi. Kunduzi uchun alohida, kechasi uchun alohida farishtalar bo'ladi. Kunduzi tushgan farishtalar kechqurun yana osmonga chiqib ketadilar. Kechasi uchun kelgan farishtalar tong otganda osmonga ko'tarilib ketadilar. Ular yaxshi musulmonlarning haqqiga duo qilib turishadi. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Farishtalar bizning ko'zimizga ko'rinmaydilar, ammo ular bizni ko'rib turishadi. Shuning uchun biz ularning oldilarida odobli bo'lib yurishimiz kerak. Farishtalarning ichida eng hurmatli kotib farishtalar borlar. Kotib farishtalar nima ish qiladilar, bilasizlarmi? Ular har bir odamning 2 tomonida turadilar. O'ng tomonda turadigan farishta
u odamni yaxshi amallarni yozib boradi, chap tomondagi farishta esa yomon amallarni yozib boradi. Bironta kichkina ish ham ularning nazarlaridan chetda qolmaydi. Bironta so'z ham ularning daftaridan tushib qolmaydi. Bizning har bir harakatimizni, har bitta so'zimizni bu ikki farishta yozib oladi. Shuning uchun biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hech qachon gunoh ishlarni qilmasligimiz, yomon va uyat so'zlarni gapirmasligimiz lozim. Biz qayerga bormaylik, ikki yozuvchi farishta biz bilan birga borishadi. U yerda nima ish qilsak ham yozib olishadi. Hech kim eshitmaydigan qilib shivirlab gapirsak ham ular eshitishadi va daftarlarga yozishadi. Ammo kimki gunoh ish qilgandan keyin tavba qilsa, farishtalar uning gunohini o'chiradilar. Farishtalar bu dunyoda yozib olgan narsalar qiyomat kunida oshkor bo'ladi. Odamlardan bekitib qilingan ishlar ham ochilib ketadi. Farishtalarning yozganlari insonning yo zarariga, yo foydasiga guvoh bo'ladi. Shuning uchun odamlar bilib qolsa uyat bo'ladigan ishlarni odamlar yo'q yerda ham qilmaslik kerak. Kimki bu ikki farishta haqida eshitmasdan oldin biror gunoh ish qilib qo'ygan bo'lsa, darrov tavba qilib olsin. Ey Alloh, mening gunohimni kechir, bilmay qildim. Endi bunday ishni qilmayman deb aytsin. Kimki biror yomon so'zni gapirib qo'ygan bo'lsa, tezda astag'firulloh deb istig'for aytsin. Alloh albatta kechiradi. Tavba qilgandan keyin unday yomon ishni ikkinchi bor qilmaslik kerak. 12-qoida. Farishtalar odamlarni ko'rib turadilar. Har bir insonning ikki tomonida ikki kotib farishta bo'ladi. Ular insonning hamma so'zi va ishini yozib borishadi. Yaxshi musulmonlar farishtalardan uyaladilar, yomon so'zlarni gapirmaydilar, gunoh ishlarni qilmaydilar. Bolajonlar, har doimgidek sizga ikkita savol bilan murojaat qilamiz. Birinchi savol: farishtalar qanday mavjudotlar? Ikki kotib farishta haqida gapirib bering. Ikkinchi savol: bilmasdan gunoh ish qilib qo'ygan odam nima qilish kerak? Ibratli hikoyalar. Bugungi hikoyamizning nomi Samudning tuyasi deb nomlanadi. Nuh qavmi ketidan Od qavmi kelganidek, Od qavmiga Samud qavmi voris bo'ldi. Samud qavmi joylashgan yer ham go'zallikda Od qavmi yeridan qolishmasdi. Yam-yashil vodiylar, buloqlar, yonlaridan daryolar oqib turuvchi bog'-rog'lar. Quruvchilik va ziroat dehqonchilikda Samud ham misli Od kabi edi. Ular aql tadbirkorlikda hatto Od qavmidan yuqoriroq turardilar. Tog'-toshlarni o'yib, keng va katta uylar qurishar, toshlarga haddan tashqari go'zal naqshlar solar edilar. Samud qavmi ancha rivojlangani bois metin toshlarni bemalol xuddi shamdek turli shaklga solishardi. Ularning shahriga kirgan kishi og'zi ochilib qolardi. Tog'lar kabi yuksak binolarni ko'rib, bularni jinlar qurgan bo'lsa kerak degan xayolga borardi. Devorlarga solingan turfa gullar bahor chechaklarini yodiga solardi. Alloh taolo Samud qavmiga osmon va yer barokatlarini mo'l-ko'l yog'dirdi. Osmon ulardan yomg'irini ayamadi, yer saxiylik bilan behisob tuhfalar hadya qildi. Bog'lar shirin shakar mevalar yetishtirdi. Alloh taolo ularning rizq ro'ziga ham, umrlariga ham barokat ato etdi. Ajabki, had hisobsiz mana shuncha ulug' ne'matlar Samud qavmini Alloh ibodatiga, shukronaga emas, kufr va tug'yonga yetakladi. Ular yaratganni unutib faqat qo'l ostilaridagi narsalar bilan quvonib yuraverdilar. Bizdan ham kuch-qudratli bo'lgan biron narsa bormi deya kibr bilan mag'rurlanar edilar. Samud qavmi o'zlarini o'lmaydigan deya gumon qilishdi. O'zlaricha muhtasham qasrlaridan, xushmanzara bog'lardan aslo ajralmaydigandek bo'ldilar. Go'yo ularning tosh qasrlariga o'lim kirib kela olmaydi. Nahotki ular Nuh qavmi chuqur vodiyda yashaganligi bois suvga g'arq bo'lgan deb o'ylasalar, balki Odning halokatini ham ularning tekislikda yashaganliklaridan ko'rardilar. O'zlarini xavf-xatardan xoli, o'limdan omonda hisoblaydilarmi?
Samud qavmi shuncha noshukrliklari yetmagandek, endi toshlarni yo'nib but yasadilar-da, ularga ibodat qila boshladilar. Ular o'zlaridan ilgari Nuh va Od qavmlari nima qilgan bo'lsalar, aynan takrorlashga tushdilar. Alloh taolo insonlarni toshlar ustidan hukmron etib qo'ygandi. Lekin ular johilliklari sababli mana shu toshlarga qul bo'ldilar. Parvardigori olam insonni mukarram qildi. Uni turfa noz ne'matlar bilan siyladi. Ammo insonlar o'zlarini o'zlari xorladilar. Albatta Alloh insonlarga aslo zulm qilmas. Lekin insonlar o'zlariga zulm qilurlar. Ajabo, ular qo'llari bilan yo'nib taroshlayotgan toshlar sira-sira o'z hokimlariga isyon qilmaydi. Nima qilsalar jim turib berishadi. Qiziq, hokim inson o'ziga to'la bo'ysundirilgan toshlar poyiga bosh ursa, sajdalar etib sig'insa-ya, kuchli hech bir zamonda zaifga ibodat qilganmi? Podshoh o'z quli oyog'iga sajdalar etib sig'inganmi? Insonlar Allohni unutdilar. Insonlar o'zlarining kim ekanliklarini unutdilar. Insonlar kuch-qudratda tengsiz yakka-yu yolg'iz Allohga qul bo'lishni xohlamadilar. Bas, natijada Alloh ularni xor qilib qo'ydi. Alloh taolo Samud qavmiga payg'ambar yuborishni iroda qildi. Albatta pok Parvardigor bandalarining kufr botqog'iga botishiga rozi bo'lmas. Qavm orasidan Solih ismli yaxshi nasl-nasabga ega oqil kishi tanlab olindi. Yoshligida hamma bu oqil, najib bolaga alohida e'tibor bilan qarardi. Uni qo'llari bilan ko'rsatishib, ana Solih der edilar. Hali bu bola ulug' odam bo'ladi. Qavmning oqsoqollari eng boy badavlat kishilari qatoriga kiradi. O'zining ulkan qasri, xushmanzara bog'-rog'larda kayf safo qiladi. Solih alayhissalomning otasi ham o'g'li haqida mana shunday yoki shunga o'xshash xayollarni surardi. Hali uning o'g'li aqli zakovati orqali hammadan ko'p mol dunyo to'playdi. Zotdor arg'umoq ustida ortidan bir gala xizmatkorlarni ergashtirib, chiqqanida ko'rgan kishi o'g'liga salom beradi. Hamma bu falonchining o'g'li deb aytadi. Odamlar uning juda baxtliligini va o'g'lining haddan tashqari katta boyligini o'zaro gaplashadilar. Lekin Alloh taolo boshqa narsani iroda qilgandi. Solih alayhissalom payg'ambarlik sharafiga musharraf bo'ldi. Alloh taolo insonlarni zulmatlaridan nurga olib chiqish uchun uni elchi qilib yubordi. Aytingchi, bundan ham ulug' sharaf bormi? Solih alayhissalom qavmiga qarab baland ovozda shunday dedi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan boshqa biron iloh yo'qdir." Boy badavlat kimsalar hanuz maishat bilan, o'yin kulgi bilan ovora edilar. Tosh sanamlarga sig'inuvchi bu bandalar haqiqiy ilohni, Allohni tanimasdilar. Solih alayhissalomning da'vati ularga aslo yoqmadi. G'azabi kelgan puldorlar kim u deya xizmatkorlardan surishtirishdi. Solih javob berdi xizmatkorlar: "Nimalar deyapti o'zi? Bu Allohga ibodat qilinglar, sizlar uchun undan boshqa biron iloh yo'qdir. Alloh taolo o'lganlaringizdan so'ng sizlarni qayta tiriltiradi va iymon keltirmaganlarni xor va sharmanda etadi" deyapti. Yana aytayaptiki, "Men Allohning sizlarga yuborgan rasulidirman." Boylar masxara qilib kulishdi. Bechora, hali u payg'ambar emishmi? Axir uning hashamatli saroylari, bog'-rog'lari, keng ekinzorlari bo'lmasa, qanday qilib shu yalang'oyoq payg'ambar bo'lar ekan? Ba'zilarning Solih alayhissalomga moyil bo'layotganini ko'rgan boy badavlat kimsalar o'zlarining boshliqliklaridan ajrab qolishdan qo'rqib tipirchilab qolishdi. Ular dedilar: "Hech qanaqa payg'ambar emas, xuddi sizlardek bir oddiy odam xolos. Sizlar yeydigan narsani yeb, sizlar ichadigan narsadan ichadi. Agar o'zlaringiz kabi bir basharga itoat etsangizlar, unda sizlar aniq hasratda qolursizlar. U sizlarga o'lib, tuproq va suyak bo'lganingizdan so'ng qayta hayotga chaqirilursizlar deb va'da qilyaptimi? Sizlarga va'da qilinayotgan narsaning bo'lishi naqadar yiroq. Faqatgina mana shu hayoti dunyomiz bor xolos. Shu hayotda o'lamiz va hayot kechiramiz, tug'ilamiz, yashaymiz. Va biz qayta turgiziluvchi emasmiz. U bir Allohga, Alloh nomidan yolg'on to'qiyotgan kishi xolos va biz unga iymon keltiruvchi emasmiz." Hikoyaning davomini keyingi dasturda tinglaysiz. Hozir esa xayr.